Navbatdagi savol. Ustoz, Moskvada yashaymiz. Dugonalarimdan biri rus kampiriga qaraydi. Boshqa biri esa tirnoq bo'yash, soch kesish kasbi bilan shug'ullanadi. Shu ishlarni qilishi joizmi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Bu ikkovi bir-biriga o'xshamagan narsa. Kampir qarash deganda bir kampirning xizmatini qilib, undan oylik olish degani. Buni zarari yo'q. Musulmon odam buni qilishida zarari yo'q, chunki bu ijara deganda kimdir taksilik qilib, masalan, odam toshib pul oladi, kimdir Kamaz haydab yuk toshib pul oladi. Kimdir ustachilik qiladi. Ustalar masalan bir borib masalan dinsiz odamlarni, aytaylik, nasoro bo'lsin yoki ochiq kofir bo'lsin, o'shalarni uylarda ishlab, yahudiylarni uyda ishlab, masalan, ijarachi bo'lishi mumkin. Sherik bo'lib ishlashi mumkin ba'zan. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari Xaybar yerlarini yahudlarga sherikchilikka berganlar. Ular dehqonchilikni yaxshi biladigan odamlar bo'lgan, birinchidan, ikkinchidan sahobalar jihod bilan mashg'ul bo'lganliklari uchun vaqti bo'lmagan yerga ishlashga. Shuning uchun Rasululloh joylarida hammasini teng sherikchilikka sherik bo'lib yahudlarga berib o'rganlar. Ya'ni yahudiy bilan sherik bo'lib degani bu nima qilyapti? Dehqonchilikda sherik bo'lyapti degani. Bu mumkin bu. Ya'ni bu narsa agar shu narsani foyda bo'lishi shundan ko'rinsa, albatta mo'min odam qilsa bo'laveradi. O'shanday kampir boqishlar ham, boshqa ish qilishlar ham xuddi shunday narsa. Modomiki oyligi agar o'ziga to'g'ri kelsa, borib tirikchilik uchun ishlasa bo'ladi. Lekin mo'min odam baribir ishlaganda o'zini mo'minlik izzatini to'kadigan ishlarni qilmaslik kerak. Ijaraga ishlayapman-ku deb borib o'ta xor bo'ladigan, masalan, axlatxonalarni tozalash, shunga o'xshagan juda xor ishlarni qilmaslik kerak mo'min odam. Bu mo'minlar uchun qilsa bo'ladi. Masalan, masjidni hojatxonasini tozalash sharaf biz uchun. Borib masjidlarda hojatxonalarni o'sha tiqilib qolgan bo'lsa, akramakumulloh, o'sha nimalarni masalan tozalab, ularni har qanday bunaqangi ishlarni qilish biz uchun sharaf. Chunki Allohning uyini tozalayapmiz degan tushunchada qilamiz. Ammo bu musulmon odam, kofir odam borib hojatini tozalashda, hojatxonasini tozalashda, mana bu narsada uni iymonda, islomda sharafini yerga urish ma'nosi ko'rinadi. Shuning uchun bu darajada ishlarni qilmaslik kerak. Ammo unaqangi holat bo'lmasa, masalan, bunday bir mo'minlik sharafiga hech qanday zarar bermasa, qilsa bo'laveradi. Bu kampir boqish, boshqa yoki uyda kimdadir farzandlariga qarash, uyda masalan tozalovchi ishlash, bu narsalar hech qanday zarari yo'q. Vallohu a'lam. Ikkinchisi, soch kesish, tirnoq bo'yash degan ishlar bu joiz emas narsa bu. Shariatda qaytarilgan narsani, aynan ayollarda nimalarni, masalan, tirnoq o'stiradi ular. Bu aynan fitratga teskari narsa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, ashrun minal fitra. 10 ta narsa fitratdan, shulardan biri tirnoqni olish. U tirnoqni o'stirish harom bo'ladi, chunki uni g'usul holati bor, uni ichiga suv kirmay qoladi, ichiga kirlar kiradi, boshqa bo'ladi. O'sha narsani, aynan shariatga xilof narsani tirnoqlarni o'stirib, egovlab, bo'yab, uni g'usul holatlariga teskari bo'ladi. Xullas, bir qancha jihatdan uni shariatga zid ishlar bor. Muslima ayol bu ishlarni qilmaslik kerak bo'ladi. Vallohu a'lam.